Tasavvur qiling, siz svetoforda turibsiz. Chap tomoningizga yangi, yaltirab turgan Malibu kelib to'xtadi. Rulda siz bilan tengdosh yigit. Qolida ehtimol sizning 1 yillik maoshingizga teng keladigan soat. U o'ziga ishongan, muvaffaqiyatli ko'rinadi, go'yo qimmat hayot iforini taratib turgandek. Endi esa o'ng tomonga qarang. U yerda eski 10 yillik Ford turibdi. Rulda oddiy futbolka kiygan, termotdan kofe ichayotgan erkak. Savol tugiladi, ulardan qaysi biri boyroq? Miyangiz darrov baqiradi, albatta Malibudagi yigit, kor emasmisan? Lekin gap shundaki, statistika, matematika va qattiq haqiqat bizga aksini aytadi. Ehtimoli juda yuqori bo'lgan holatda, Malibudagi yigit bankrotlikdan atigi bir maosh uzoqlikda, Forddagi kishi esa hozirning o'zida o'sha Malibuni naqd pulga sotib olishi mumkin. Faqat u buni qilmaslikni tanlaydi. Biz boy bo'lishdan ko'ra, boy ko'rinish muhimroq bo'lib qolgan dunyoda yashayapmiz. Va bu status ketidan quvish, siz yo'l qo'yayotgan eng qimmat moliyaviy xatodir. Mening ismim Invest Mushuk va men pullar psixologiyamizni qanday boshqarishini tahlil qilishga juda ko'p vaqt sarflayman. Agar siz ko'proq ishlayotgan bo'lsangiz, lekin pulingiz kam qolayotganini his qilsangiz va doim o'zingizni yaxshi his qilish uchun yangi narsa sotib olgingiz kelaversa, albatta obuna bo'ling va like bosing. Bugun biz muvaffaqiyat niqobi ostidagi kambag'allik mexanizmini ko'rib chiqamiz. Eshiting, men sizga lattadan voz keching va millioner bo'ling qabilida ma'ruza o'qimoqchi emasman. Bu bema'ni gap. Lekin aksariyat odamlar e'tiborsiz qoldiradigan fundamental muammo bor. Biz boylik va daromadni adashtiramiz. Bular ikki xil tushuncha. Daromad bu sizning bir oyda qancha pul topishingiz. Boylik esa pulni sarflamay olib qolgan narsangizdir. Mana shu yerda eng qiziq joyi boshlanadi. Siz 10 million rublik mashinada kimnidir ko'rganingizda, uning moliyaviy holati haqida aniq biladigan yagona narsangiz, hozir uning puli sotib olishdan oldingiga qaraganda 10 millionga kamayganidir. Yoki undan ham yomoni, u endi keyingi 5 yil davomida hayotini sorib oladigan 10 millionlik qarzga ega. Haqiqiy boylik ko'rinmasdir. Bu mashinalar, soatlar yoki brend kiyimlar emas. Boylik bu aksiyalar, obligatsiyalar, ko'chmas mulk, pensiya hisoblari, yana hali buyumga aylantirilmagan pullardir. Lekin biz vizual mavjudotmiz. Kimningdir brakerlik hisobiga qarab qoyil qolishimiz qiyin, chunki biz uni ko'rmaymiz. Ammo yangi iPhone'ga osongina qoyil qolamiz. Va shu yerda biz birinchi psixologik tuzoqqa tushamiz. U Diderot effekti deb ataladi. 18-asrda fransuz faylasufi Deni Diderot kambag'allikda yashagan, to unga hashamatli qizil xalat sovg'a qilishmaguncha. Xalat ajoyib edi, lekin Diderot uni kiyib ish stoliga o'tirganida, eski stoli bunday shohona xalat yonida dahshatli ko'rinayotganini payqadi. Shuning uchun u yangi stol sotib oldi. Keyin u gilam yangi stolga mos kelmasligini tushunib, qimmat gilam sotib oldi. So'ngra kozgu, keyin kreslo. Yakunda u butun interyerni yangiladi, qarzga botdi va gado bo'lib qoldi. Tanish tuyuldimi? Siz yangi iPhone sotib oldingiz, lekin u bilan eski krossovkada yurish qandaydir noqulay. Siz qimmat krossovka olasiz. Keyin sizga AirPods kerak, chunki simli quloqchinlar o'tgan asrniki. Keyin Apple Watch. Keyin bunday gadjetlar bilan metroda yurish uyat deb o'ylaysiz va kreditga mashina olasiz. Status uchun qilingan bitta xarid iste'mol zanjirini ishga tushiradi va u hech qachon tugamaydi. Siz buyumlarni boshqarmaysiz, buyumlar sizni boshqaradi. Balki siz, xo'sh nima bo'pti? Men ko'p ishlayman. Men bu narsalarga loyiqman. Bir marta yashaymiz deb o'ylayotgandirsiz. To'g'ri. Lekin keling, matematikaga qaraymiz. Men ogohlantiraman, hozir aytadigan raqamlarim sizni qo'rqitishi mumkin. Statusli iste'molning klassik misolini olaylik, avtomobil. Aytaylik, siz 100 ming rubl topasiz. Ko'p hududlar uchun yomon maosh emas. Siz mos kelishni xohlaysiz va 2 million rublga kreditga mashina olasiz. To'lovi oyga atigi 40-50 ming rubl, to'g'rimi? Go'yo imkoni bordek. Lekin aksariyat odamlar hisobga olmaydigan narsa bu muqobil xarajat. Agar siz bankka 5 yil davomida oyiga 50 ming rubl to'lasangiz, foizlar bilan birga 3 million rubl berib yuborasiz. Bu vaqt ichida mashinangiz taxminan 40-50% ga arzonlashadi.
Ya'ni 5 yildan keyin qolingizda 1,5 millionlik aktiv qoladi. Siz shunchaki qulaylik bilan tirbandlikda turish uchun 1,5 million rublni yoqib yubordingiz. Endi esa muqobil koinotni tasavvur qiling. U yerda siz 500 mingga oddiyroq mashina sotib oldingiz. Farqni o'sha oyiga 40 ming rublni, yiliga 12-15% foyda keltiradigan indeks fondiga investitsiya qildingiz. Bilasizmi, 5 yildan keyin nima bo'ladi? Sizda 3,5 million rubldan ortiq kapital bo'ladi. Agar shu ruhda davom etsangiz, 10 yildan keyin 10 milliondan ortiq. Farqni tushunyapsizmi? Bir ssenariyda sizda eski, narxi tushgan mashina va hisobingizda nol bor. Ikkinchisida esa sizga oylik maoshingizdan ko'p passiv daromad keltirishi mumkin bo'lgan 10 million rubl bor. Sizning kibrli xaridingiz narxi, bu mashinaning narxi emas, bu sizning moliyaviy erkinligingizning narxidir. Har safar atrofidagilarda taassurot qoldirish uchun passiv, xarajat keltiruvchi narsa sotib olganingizda, kelajakdagi ozingizdan pul o'g'irlaysiz. Siz ozingizdan ishlamasligingiz mumkin bo'lgan yillaringizni o'g'irlaysiz. Nega biz buni qilamiz? Nega biz kambag'al bo'lsak ham boy ko'rinishni bunchalik xohlaymiz? Bu evolyutsion biologiya. Ming yillar oldin qabiladagi mavqeimiz omon qolishimizni belgilagan. Agar sen sardor bo'lsang, eng yaxshi ovqat va sheriklarni olasan. Agar chetlatilsang, olasan. Miyamiz ma'qullash izlashga va resurslarni ko'rsatishga dasturlangan. Lekin zamonaviy dunyoda bu mexanizm buzildi. Mashinadagi odam paradoksi degan tushuncha bor. Siz Ferrari'dagi odamni ko'rganingizda, bu qanday zo'r yigit deb o'ylamaysiz. Yo'q, siz qani edi menda ham shunday Ferrari bo'lsa, men unda juda zo'r ko'rinardim deb o'ylaysiz. Kinoya shundaki, siz o'sha Ferrari yoki eng qimmat komplektatsiyadagi bumuni sotib olganingizda, odamlar sizga qoyil qolmaydi. Ular mashinaga qoyil qolishadi va o'zlarini sizning o'rningizda tasavvur qilishadi. Ularga sizning shaxsingiz mutlaqo qiziq emas. Siz o'zingizga yoqmaydigan ishlarda ishlab, o'zingizga kerak bo'lmagan narsalarni sotib olasiz. Buning hammasi sizga befarq bo'lgan odamlarda taassurot qoldirish uchun. Bu baxtsizlikning yopiq doirasi. Siz aytishingiz mumkin, menga haqiqatan ham sifatli narsalar yoqadi. Ibhoni qulay, bunda shovqin izolyatsiyasi yaxshi. Bu maqtanish uchun emas, o'zim uchun. Yaxshi, sizga ishonaman, qulaylik muhim. Lekin keling ochiq gaplashaylik. 20 minglik telefon va 120 minglik telefon orasidagi farq haqiqatdan ham qarzga botishingizga arziydimi? Haqiqatdan ham charm salon yoqtirmagan ishingizda ortiqcha 3 yil ishlashingizga arziydimi? Agar sizda kelajagingizga zarar yetkazmasdan bu narsalarni olishga naqd pulingiz bo'lsa, marhamat, sotib oling. Muammo buyumlarda emas. Muammo ularni o'zingizda yo'q bo'lgan pullarga sotib olayotganingizda. Biron bir xaridni o'zingizga ruxsat bera olasizmi yoki yo'qmi? Shuni bilish uchun oddiy qoida bor. 10% qoidasi. Agar siz o'yinchoq, soat, telefon yoki sumka sotib olmoqchi bo'lsangiz, uning narxi sizning sof kapitalingiz yoki erkin jamg'armangizning 10% idan oshmasligi kerak. 100 ming rublga yangi telefon olmoqchimisiz? Zo'r, demak jamg'armangizda yoki investitsiyalaringizda 1 million rublingiz bo'lishi kerak. Agar million bo'lmasa, demak bu telefon sizga qimmatlik qiladi. Siz bu telefon uchun kambag'alsiz. Tamom. Bu qattiq eshitilishi mumkin, lekin haqiqiy kapital qurayotgan odamlar aynan shunday fikrlashadi. Qo'shnim millioner kitobida ajoyib tadqiqot bor. Mualliflar 1 milliondan 10 million dollargacha boyligi bor odamlarni o'rganishgan. Bilasizmi, ular nima aniqlashgan? Ularning ko'pchiligi elita tumanlarda yashamaydi, oxirgi rusumdagi mashinalarda yurmaydi va 5 ming dollarlik kostyum kiymaydi. Ular oddiy odamlar kabi ko'rinadi. Aynan shuning uchun ham ular millioner bo'lishgan. Ular uzoq vaqt davomida topganidan kamroq sarflashgan. Elita qishloqlarda yashab, Bentleylarda yuradiganlar esa ko'pincha daromadi yuqori, lekin kapitali past odamlardir. Ular ko'p topishadi, lekin statusni ushlab turish uchun hammasini nolga sarflashadi. Ular yugurish yo'lakchasida maksimal tezlikda yugurishmoqda. Bir marta qoqilsalar, ishdan ayrilsalar yoki kasal bo'lsalar, ularning chiroyli hayoti bir necha oyda parchalanib ketadi. Xo'sh, siz qaysi yo'lni tanlaysiz? Boy bo'lishnimi yoki boy ko'rinishnimi? Bu ikki xil yo'l va siz ikkala yo'ldan bir vaqtda yura olmaysiz.
Agar boy bo'lishni tanlasangiz, atrofidagilar sizning muvaffaqiyatingizni hozirning o'zida baholamasligiga ko'nikishingiz kerak bo'ladi. Investitsiyalaringiz ozguncha oddiyroq mashinada yurishingizga to'g'ri keladi. Murakkab foiz oz mo'jizasini ko'rsatguncha eski telefon bilan yurishga to'g'ri keladi. Bu iroda va intizomni talab qiladi. Kreditga muvaffaqiyat illyuziyasini sotib olish va hozirning o'zida dopamin zarbasini olish ancha osonroq. Lekin menga ishoning, moliyaviy tashvishlarning mutlaqo yo'qligidan ko'ra jozibaliroq va statusliroq narsa yo'q. Istalgan vaqtda ishdan bo'shashingiz mumkinligini, oilangiz himoyalanganini va o'z vaqtingizga o'zingiz egalik qilishingizni bilish mana shu haqiqiy statusdir. Yutib bo'lmaydigan o'yinlarni o'ynashni to'xtating. Qarzga botgan qo'shningiz bilan raqobatlashishni to'xtating. O'zingizning shaxsiy poydevoringizni qurishni boshlang. Kichikdan boshlang. Keyingi safar qo'lingiz qimmat va statusli narsaga to'lov qilishga borsa, o'zingizga bitta savol bering. Men buni haqiqatan ham kerak bo'lgani uchun olyapmanmi yoki boshqalar buni menda borligini ko'rishi uchunmi? Bu savolga berilgan samimiy javob sizga millionlarni tejab qolishi mumkin. Agar bu video sizni o'ylantirgan bo'lsa, like bosing. Bu YouTube algoritmlariga ushbu rolikni hozir hayotiy zarur bo'lgan odamlarga ko'rsatishga yordam beradi. Kommentariyalarda esa maqtanish uchun qilgan eng ahmoqona xaridingiz haqida yozing. Siz bilan Invest mushuk edi. Aqlli investitsiya qiling va buyumlar sizga egalik qilishiga yo'l qo'ymang. Ko'rishguncha